Assalomu alaykum do'stlar, qadrli yurtdoshlar. Lamon Sandy to'g'larimiz sotilyapti. Bugun 14-yanvar kuniga 2026-yil 100 kunlik bo'ldi. To'g'larimiz hamma vaksinalar, emlanmalari to'liq qilingan, qarshi 5, qarshi 9 sessiyalari qilingan. To'g'larimiz Farg'ona viloyatida bemalol kelib ko'rib netib olsalar bo'laveradi. Dastavkalarimiz bor. Dastavka pullari hammasi alohida hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi bo'ylab Tojikistonga chiqarish imkoniyatlarimiz ham bor. Mashinalar bor, topib beriladi. Chegara rasm-mushka pullari aldenniy hisoblanadi. To'g'larimiz Lamon Sandy tuxum yo'nalishida yiliga 300-310 ta tuxum beradi. Tuxumlar rangi молочный bo'ladi. Hozirgi sezonda olib qolsalaring bo'laveradi. Narxlari 58 ming so'mdan ob'yomga berilyapti. Dona bo'ladigan bo'lsa 60 ming so'm bo'ladi. Kelib ko'rib bemalol hamma vaksinalarni vaksina ro'yxatlarini so'rasalaring, vaksina ro'yxatlarini, ratsionlarini tashlab beraveramiz. Endi birinchi boquvchilarga, endi birinchi marta boqayotganlarga bemalol tavsiyalarini, veteriniya xizmatlarini bepul qilib berilaveradi. To'g'lar tuxum yo'nalishidagi Lamon Sandy bo'lib, germanskiy zot bo'ladi. Bundan misol ko'pchilikda savol bo'lyapti, bundan tuxum ochirib ko'paytirish imkoniyati qilsak bo'ladimi deb savollar bo'lyapti. Yo'q, bunaqa imkoniyat yo'q, chunki bundan Germaniyadan kelgan matchniy to'g'lar bo'ladi. Matchniylar zot olsa bo'ladi, lekin buni bolalaridan zot olib bo'lmaydi. Zot jo'ja ochib chiqaveradi, lekin aynan o'zini 100% zotini bermaydi. Shuni hisobiga faqatgina katta fabrikalardan jo'jalar sotib olish mumkin. Bu jo'jalar eng kamida 5 mingta sotiladi. 5 mingtasi bitta Damasga joy bo'ladi. Uni ham dastavkalarini ham uni ham aldenniy bo'ladi. Shunaqa. Hozirgi kunda jo'jalarning narxi 8 ming so'm bo'lyapti. Tuxum narxlari xudoga shukr hozircha baland. Shu bilan u iyun saraton vaqtigacha narx-navo shunday ushalib qoladi degan ehtimollar bor. Rahmat hammaga, sog' salomat bo'linglar. To'g'ri kerak bo'lsa WhatsApp, Telegram bor. Ekrandagi nomerga aloqaga chiqaverasizlar.